Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Jizzax viloyati Mirzacho'l tumani Ipak yo'li QF hududida joylashgan 228-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda qovun ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Uzunligi 420 metr, bo'yiga 200 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekilgan qovun unib chiqqan holatda. Ekinlarni yetishtirish 60-70 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 50 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Ipak yo'li tomorqa ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 5-6 tonna, jami 70-80 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.